Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Akmal Norqobilov, Sho'rchi tumanidanman. Men kambag'alman, men qashshoqman degan loyiha asosiy masala pensiyani eng kami iste'mol savatchasining 60% bajarildi hisobida 3 million bo'lishlik to'g'risida bo'lyapti. Bu chiqishlarimda bu orada bir shaxsiy chiqishim ham bo'ldi va ana padaringalanata va daqiqa bilan haliga ichki ishlarda terroristlarning boshlig'i bor, shularga bo'ldi. Bugungi chiqishimda mana ijtimoiy tarmoqlarda muxolifat degan gap so'z ketyapti. Bu yaxshi narsa, hurmatli vatandoshlar. Muxolifatsiz davlat rivojlanmaydi. Muxolifatsiz parlament ham ishlamaydi. O'tirgan senatorlar, deputatlar ishlamaydi. Muxolifatsiz o'g'irlik ko'payadi. Muxolifatsiz begunoh odamlar qamaladi. Begunoh odamlarga jarima qo'llaniladi. Muxolifat bo'lsa, ularga chek qo'yiladi. Chek, hurmatli vatandoshlar, bu qo'rqinchli deb o'ylamanglar. U SSR davrida edi, Rossiya bolsheviklar Lenin anosi kelganda bosmachi deb odamlarni qo'rqitgan. Buning teskarisi hozir. Mana hozir o'tirgan mana shu algilar muxolifat desa odamlar qo'rqib qolgan. Qo'rqmang. Muxolifat hech qanday anonda yo'q. O terrorizmga ham aloqasi yo'q. Hech qanday aloqasi yo'q. Muxolifat davlatning, xalqning rivoji uchun, xalqning rivoji uchun, xalqda. Tushunyapsizlarmi? Mana birlashaylik deyapti. To'g'ri, yo'nalish to'g'ri. Yo'nalish to'g'ri. Qo'rqmang. Eshingizda ichki ishlar bo'ladimi, diqqi bo'ladimi, kim kelib eshingizni taqillatsa, u qo'rqoq odam. Chunki o'g'irda u, o'g'ri. Qonunda bilmaydi. Bilmaydi. Bilsa eshingizni kelib taqillatmaydi. Sizni bezdi ham qilmaydi. Cho'g' borib begona qilmaydi. Eshikni taqillatmaydi. To'xta deydi. U muxolifatmi deydi? Ha deydi. Ya men bormayman deydi. Saviya yo'q-da, saviya, ilm yo'q. Bor desa, olib kel desa, olib kelaveradi. Ayniqsa, mana ichki ishlar bilan diqqi shunday. Idi pirnesi. Haliga kinologik sentrda itni qanday qilib tarbiyalaydi-ku, ana shunday qilib tarbiyalab tashagan. Lekin aqli yetsa qilmaydi shuni. Aqli yetgan odam bu borib birovni bezda qilmaydi. Muxolifat degani kelajak degani. Tasavvur qiling, muxolifat degani yangilik degani. Bu haliga jadidchilik harakati bo'lgan-ku. Ana shu xuddi ana shunday gap. Hurmatli vatandoshlar, qo'rqadigan joy yo'q. Muxolifat kerak. Mana ko'rdingiz, 5 ta siyosiy partiyalarni ko'rdingiz. Bravo lag'man osar, bravo qovun tushirar, bravo tarvuz tushirar, bravo go'shxo'r. Xuddi xalqqa ko'p narsani berib qo'yganda bizning xalqimiz go'sht yeyapti deydi. Ko'ryapsiz, mana 5 ta siyosiy partiya bu o'ylik partiya. Qip-qizil o'ylik partiya. Xalq uchun qayg'urmaydi ular. Ularda na kalla bor, na aql bor, hech nima yo'q. Haliga rahmatli Soljon Mamarasulov aytdi. Haliga chiqib bittasiga so'z bersa, kolxozning raisi Gorbachev plenim qaror deverdi, tribinadan tushirib tashadi. To'sh dedi, aqling yo'qmi, o'zing kallang yo'qmi dedi. Gorbachev o'zini ishini qilyapti dedi. Xuddi ana shunday hurmatli vatandoshlar, bularda senatorlarda, deputatlarda, 5 ta liderlarda aql yo'q, u hech anosi yo'q. Ishonmasangiz, shunday borib, mana televideniya boradi,
Bir gapiring desa boshlaydi, Mirziyoyevdan boshlaydi, Mirziyoyev bilan tugatadi. O'zingni gapir, o'zing qilayotgan ishingni gapir. Mirziyoyev o'zi ishini qilyapti, Mirziyoyev o'zi ishini vazifasini bajaryapti. Sen senatormisan, deputatmisan, lidermisan, o'zingni qilayotgan ishingni gapir. O'zingni aqling bilan gapir. Prezident Mirziyoyevning qarorlari demasdan. Mirziyoyev o'zini ishini qilyapti. Sen o'zingni ishingni qil. Senatormisan, deputatmisan, prokurorga so'z bersam, prezident Mirziyoyevni deydi. DXQga endi u umuman chiqmaydi u. Va DXQni ichki ishlar vaziri ham endi yangi bo'lgan, hali chiqish qilgan yo'q. Prokuror chiqadi, o'zini kallasi bilan ishlamaydi u, o'zini anosi bilan. Prezident edi, prezident bilan tugatadi. Va amaldorlarni qarang, hokimlarga. Tavba qildim. Bir odam bir narsa qilsa, prezidentga gapir deydi, prezidentga gapir deydi. O'zbekiston televideniyasi muxbirlari. O gapir deydi, o prezidentga gapir deydi. Prezident o'zini ishini qilyapti. Misol uchun tadbirkor o'zini ishini qilyapti. Lekin shunga so'z bersa ham prezidentga gapir deydi. Fermerga so'z bersa ham prezidentga gapiradi. O'zingda aqling yo'qmi? O'zingda kallang yo'qmi? Prezident o'zini ishini qilyapti. Nimaga uchun muxolifat deb boshlandi? Muxolifat bu kelajak. Mana internet tarmog'ida mana 1-2-3 kundan beri tinimsiz muxolifat to'g'risida gap so'z bo'lyapti. Men shu muxolifat tomondaman, hurmatli vatandoshlar. 100% muxolifat tomondaman. Qani muxolifat bo'lganda edi, hozir muxolifat bo'lib turganda mana bu pensiya ham eng kami 3 million bo'lardi. İste'mol savatchasining 60% ga to'g'rilanardi. Muxolifat bo'lganda. Muxolifat yo'qda. Muxolifat kerak. Tushunyapsizmi? Hurmatli vatandoshlar, qo'rqmang, hech kimdan qo'rqmang. Va muxolifat eng yuqori hisoblanadi chet mamlakatlarda ham, boshqa joyda ham. Va terrorizm ro'yxatida yo'q. Terrorizmni ro'yxatida Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasining boshlig'i bor, ana Akbarov deganlar bor. Shular ular, shular ichida shular. Padaringalanadilar. Hurmatli vatandoshlar, muxolifat albatta kerak. Mana ijtimoiy tarmoqlarda bu davom etyapti. Eng asosiy masala qolyapti, muxolifat deyilyapti degan, lekin g'oya yo'q. G'oyani ham gapirishimiz kerak. Muxolifatmi? Masalan, men 100% muxolifat tomondaman men. Lekin g'oya ham bo'lish kerak, hurmatli vatandoshlar. G'oya. Yana g'oya deganda bu rivojlanish juda keng tarmoqli narsa hisoblanadi. Maqsad bo'ladi g'oyada. Misol uchun prokuratura tuzilmasini 70% ga qisqartiramiz. Soni bor, salmog'i yo'q prokuraturani 70% ga qisqartiramiz. Mana bu g'oya. Prokurorlar, tumanni prokurori, viloyat prokurori, tumanni prokurorini tuman xalq kengashiga saylangan deputatlar tomonidan saylanadi. Deputatlar oldida hisob beradi. Hisobdor bo'ladi. Tumanda prokuror bo'ladimi, hokim bo'ladimi, ichki ishlar boshlig'i bo'ladimi, kerak bo'lsa sud raisi ham hisob bersin tumanda. Mana shunday ana bu muxolifat deydi. Hurmatli vatandoshlar. Prokurorda rayon saylasa, tumanda saylansa, hokimda tumanda saylansa, sudyalar oliy kengashi u rasvo qildi, Yodgorov. Sudyalarning umuman rasvosini
abgoriga olib tashadi. O shundan o'tgan sudya emas O'zbekistonda. Ko'ryapmiz mana necha yildan beri. Men 20 yildan beri 20 yil bo'ldi sud idorasini adolat izlab ana o'qiganimga. Shuning uchun hurmatli vatandoshlar, muxolifat albatta kerak. U muxolifatning g'oyasi ham bo'lish kerak. G'oyani ham aytishimiz kerak. Prokuratura mana shunday bo'ladi, ichki ishlar mana shunday bo'ladi, davlat xavfsizlik xizmati xalqqa hisob beradi. Parlamentga, senatga hisob beradi. Partiyaga hisob beradi. Prezident boshqaruvidan olinish kerak. Ana shu muxolifat deydi. Ichki ishlar ham hisob berish kerak xalqqa. Ichki ishlar vazirini, bosh prokurorda muxolifat partiyaning liderlari tomonidan taklif qilinib nomzodi qo'yilishi kerak. Ko'ryapsizmi? Biz 35 yilda yo'qotdik. Boshqaruvda prezidentga berib qo'yib. Biz olishimiz kerak. Xalq birikib, muxolifat degani ana shu. Olishimiz kerak. O'zimizni qo'limizga olishimiz kerak. Qani hozir muxolifat bo'lganda Akmal Norqobilovning men qashshoqman, men kambag'alman loyihasi asosini tekshirib hozirgi kungacha ko'rib chiqardi. Bu partiyalar ko'rmaydi bular. Albatta bu davom etaveradi. Bu men kambag'alman, men qashshoqman loyiha davom etaveradi, hurmatli vatandoshlar. O'ylamanglar yana bu odam bu yerdan olyapti, u yerdan. Yo'q. Har bir gapning tagida katta ma'no yotibdi. Muxolifat bo'lmasa rivojlanish bo'lmaydi. Muxolifat bo'lmasa pensionerlar ham xor bo'laveradi. Muxolifat bo'lmasa ta'lim sistemasi tuzilmasi tartibga kelmaydi. Muxolifat bo'lmasa tibbiyot ham tartibga kelmaydi. Tibbiyot ham. G'oya ishlab chiqishimiz kerak, hurmatli vatandoshlar. Bundan keyin mana shu muxolifatni boshladikmi, muxolifatning ichida g'oya bo'lish kerak. G'oya bo'lish kerak. G'oyaning ichiga prezidentni ham vakolatini 5 yildan ortiq bir marta ham prezident bo'lmaydigan qilib tashlash kerak. Biz ko'rdik mana Karimni necha yil o'tirganini. Oxiri oqibat tanazzulga duchor bo'lib qoldik. Lekin sabrli, toqatli xalqimiz biz. Prezidentning impeachment to'g'risidagi qonunni ham ishlab chiqishimiz kerak. Mana bu muxolifat bo'ladi. Bu loyihalar chiqishiverish kerak, tinimsiz gapiraverish kerak. Muxolifat bo'lsa qishloq xo'jalik qishloq xo'jalik sohasi 100% dehqonning ixtiyorida bo'lish kerak. Fermerlarning ixtiyorida bo'lish kerak. O'nga nima bor prokurorga borib dalan boshida o'tirib. Prokurormisan bor, prokurorlikni qil, qonun ustuvorligini ta'minla. Bir tanishim bor edi, prokuror bo'lib ishlagan, bir rayonga hokim bo'lib qoldi. Eskitdan qadrdonmiz, tanishimizda. Tabriklagani bir 2 oydan keyin bordim. Yo'lim tushib qoldi, kirdim, tabrikladim. Keyin pichigurum qildik. Unga bitta gapni aytdim prokurorga. O'rislarda bitta gap bor. Atso ganiyat qilishni o'rgatmagin degan gap bor dedim. Nimaga dedi? Siz prokurorsiz dedim. Dehqonga aql bo'lmang dedim. Men agronomman dedim. Siz prokurorsiz dedim. Dehqonga qoqishni o'rgatmang dedim. Shu odam aytadi. Akmalvoy deydi, necha yil hokim bo'lib ishlagan bo'lsam deydi,
qishloq xo'jalik bo'yicha yig'ilish o'tkazsam deydi, hamisha deydi shu gapni esimda turadi deydi. Shu gapirgan gapingiz esimda turdi. Haqiqatan ham men prokurorman dedi. Siz agronomsiz dedi. Qishloq xo'jalik xodimisiz dedi. Yig'ilish o'tkazayotganimda bilmagan sohamni ona qilmasdim. Faqat shu qishloq xo'jalikni tushungan odamlarni dedi gapirtirib o'tirardim dedi. Ular dedi to'g'ri yo'nalishni berardi dedi. Shunday prokuraturada nima bor? Qishloq xo'jalikni nazorat qilish. Prokurorimiz ham borda qonun aniq qilgan. Dehqonga kelib qoqishtirib o'tasanmi? Ichki ishlar keladi. Bir xil hokimlar bor, qishloq xo'jalikda o'zi sohasida ishlamagan odam. Aql bo'ladi dehqonga. Mana sizga mana oddiygina misol keltiryapman hayotdan ham, hayotimizdan ham. Hurmatli vatandoshlar, muxolifat deyapmizmi? Muxolifatning g'oyasini ham ilgari surishimiz kerak. Muxolifatga qo'shib g'oyani, o g'oya xalqni yetalaydi. Bugun 100 ta odam bo'lsa, ertaga million ta odam bo'ladi. Yolg'iz otning dedi, chopsa changi chiqmas, changi chiqsa dongi chiqmas degan gap bor. Muxolifatmi? Muxolifat bu oldindan kelyapti, muxolifat bo'lishimiz kerak edi. Bundan 35 yil ilgari boshlagan kunimizda muxolifat bo'lishimiz kerak. Biz 35 yilga qo'rqitildik. Qo'rqitildik, xalq qo'rqoq qoldi. Qo'rqmang, muxolifat kerak, kelajak uchun kerak. Men muxolifat tarafdaman. Kim meni eshigimni taqillatdi? Kelganingni aytib qo'yayin. Keladiganingga betingga aytaman. Kim bo'lishingdan qat'i nazar, men muxolifat g'oyani ham ilgari surishimiz kerak. Kim muxolifatga deb sen muxolifat bo'lmoqchi bo'ldingmi deb eshigimni taqillatib kelsa, sen qaysi qancha itning bolasisan deyman. To'g'risi betiga aytaman. Kim bo'lishidan qat'i nazar. Sog'lom odam kelmaydi. G'ochir eshakning tepkisini yeganlar kelishi mumkin. Hurmatli vatandoshlar, muxolifat kerak. Albatta kerak. Buni chuqur tahlil qilib ko'raylik vatandoshlar. Muxolifatni g'oyani ham olib chiqishimiz kerak. G'oyani o'rtaga tashlashimiz kerak, hurmatli vatandoshlar. Men muxolifat tarafdaman. Va kelajak u. So'z erkinligi, adil sudlovda, qonun ustuvorligi, ta'lim tuzilmasi hamma tarafga juda kerak. Ammo lekin men kambag'alman, men qo'shoqman. Bu pensiyani 3 millionga chiqarishimiz kerak, hurmatli vatandoshlar. Bu bir kishining bitta Akmal Norqobilov gapirayotgan gapi bilan bo'lmaydi. Hamma o'zining izohini yozish kerak. Qo'shib yozavering. Muxolifat kerak, partiya eng kam 3 million 60% iste'mol savatchasi deb gapiraverish kerak. Zero ana o'tirganlar salgana betida qichiq paydo bo'lib qolsa, e'tiborli bo'lib qoladi. Xudo xohlasa, nasib bo'lsa, boshimiz omon bo'lib tursa, prezident Mirzayevga murojaat bo'ladi. Unga tayyor bo'lib turibman, hozir tayyorlanyapman. O ham ko'p bo'lmaydi, bir qisqa minutli, 20 minutli bo'ladi. 20 minutga ham bormaydi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, hurmatli vatandoshlar. Vatanimiz tinch bo'lsin, yurtimiz. Sog'lik, omonlik.